tilni kestirsa, bola gapirib ketadimi? Xo'p, bu ma'lumot oydinlik kiritishni talab qiladi. Aslida til kestirilmaydi, tilni tagidagi yugancha kestiriladi. Va bu kestirilish jarayonida ham bola to'liq gapirib ketadi degani emas. Sababi tilni tagidagi yuganchalar faqatgina ba'zi bir tovushlarni talaffuz qilishga xalaqit berishi mumkin. Masalan, r, l tovushlari, ya'ni til uchi yuqoriga ko'tarilishi kerak bo'lgan tovushlarda xalal beradi. Va aynan mana shu jarayonda til tagidagi yuganchani kestirsa bo'ladi. Ba'zi ota-onalar buni noto'g'ri talqin qilib, bolani tilini kestirsak, bola bemalol o'zi gapirib ketadi deb o'ylashadi. Aslida til tagidagi yuganchani kestirgandan keyin ham logopedik mashg'ulotlar talab etiladi. Bolangizni nutqi ravon va chiroyli bo'lishini xohlasangiz, marhamat konsultatsiyaga yozing.